Assalomu alaykum o'rtoqlik qarindoshlar. Yuqoridagi so'zim qo'shimcha qilg'ash, yana bir hozirgi tunugining yog'i to'r to'plarda so'rilib yurgan bir narsani ozroq eskartib o'tay. Abdukiram Zoirning, Abdulaziz Beshto'g'roqninki va Ahmad Fidoyiningki rasmini Karl Marksning haykalining oldida o'tag'izib, buni yapay zakoda yana sun'iy aqlda yasab chiqib, bunun ostiga nurg'un haqoratlarni yezibdi. Men resimga qarasam bir chaqchaq qilib qo'yay. Uchilasi aningdek zo'n o'tira oladigan odamlar emas. Zo'n o'tirgan odamlar yomon chiroyli o'tirgan odamlar. Haqiqiy o'lchamlik protokol bo'yicha shunda o'lchamli haqiqiy boshliqlardek zo'n o'tirgan odamlar. Ba'zi odamlar bir yerda zo'n o'tirib rasmga tushgan chog'da zo'n o'tirishni shunda biladigan odam o'tirdi. Mala unda o'tirolmaydi. Zo'n o'tirishi qarablar men buningki yolg'on zo'n o'tirgan odamlar burundan tortib bir yerlarda rasmiy zo'n o'tirib rasmga tushishni o'rgangan bir odamlar bu. Agar uchini zo'n o'tirib rasmga tushanglar desa, manda o'tirolmaydi deb o'ylab qo'yganman. Bu bir chaqchaq bo'lib qolsin. Endi mana shunday bir narsalarni tarqitib, sesitib, nima desa deb bir narsalarni da'vatidi. Ya mushu odamlar Qur'onni so'zlab o'tibdi. Qur'onni xato so'zlab qo'ygan bo'lsa, sen chiqib so'zlash desak, hech kim so'zlashmaylik. Hech kim mushning bilan so'zlashmaylik. Qur'onning falon oyatini manda deding, o oyat unda emas, mandaq deb o'tirg'i qo'yaqliq emas. Bütün ulamolar birligi va uningdan boshqa yerdagi ulamolar hammasi mushlarning mush fikrlarini qabul qilolmaydi. Ko'taranmaydi. Asli aqli bo'lgan bo'lsa, ko'taradigan bo'lsa, dunyo nada, biz nada hozir. Mala Qur'ondan chiqib ajoyib bir fikrlarni o'tirib qo'yayotdi. Qur'onning haqiqiy dunyoga bir insoniyat dunyosiga haqiqiy bir adolatni, haqiqiy bir insonlikni, haqiqiy bir tinch davlatchilikni o'tirib qo'ydigan bir kitob ekanligini ilgari suryotdi va namoyon qilyotdi. Biz Qur'onni ana shunday kitob qilib ko'rsatmadik. Qur'onni asos jihatdan o'lik o'qiydigan bir o'lik kitobga aylantirib qo'ydik. O'zimizmi uningdan hech qanday bilim olmadik. Bilim olmagandan tashqari uni faqat shu o'likka o'qiydigan, o'lim yetimlarda o'qiydigan, yodlab o'qiydigan, mo'nglik qiroat qiladigan bir narsa qilib qo'ydik. Endi birlari chiqib Qur'onning haqiqiy mohiyatini o'tirib qo'ysa, biz uningga qarshi sen da'vatgan so'z bunda emas, Allohning bu oyati sen degandek emas deb chiroylik uning bilan munozirlashib o'tirib qo'yolmasdan, keyinda qo'pib bu hozirgi taraqqiyotdan foydalanib turib, bu odamlarning rasmlarini akilib, Karl Marksning rasmini haykalining oldida o'tag'izib, buni sazoyi qilib, bu Karl Marksga o'xshash qaraydigan odamlar. Voy, hozir mushu Qur'onsiz musulmonlikda yashayotgan mushu insonlarning Karl Markschilik obro'yi bo'lamdi qiyomat kuni Allohning oldida ma masili va u Karl Marks degan bir yahudi bo'lsin, nim bo'lsin, dinsiz bo'lsin. Bir insoniyat dunyosiga bir narsani o'tirib qo'yib, kishilarning bir diqqatini tortadigan bunday bir narsalarni o'tirib qo'ygan odamlar. Hozir Qur'onsiz musulmonlikda Allohni o'lab ketgan insonlar, butunlay insonlarni shirkning ichiga kirib, bid'atchilikning ichiga kirib, xurofotning ichiga kirib, ketib qolgan odam bilan qiyomat kuni shu Karl Marks derek bu o'rinni egallayalamdi yoki egalleyamamdi. Karl Marks jannat kirdi demadim. Shu Karl Marksningmi azob tortayotgan yerining tig'imi ostiga tushib ketishi mumkin. Asfali minan nar deydi-ku, do'zaxning eng ostiga tushib ketishi mumkin. Ular tek onun töpüdirek köyüşü mümkün. Nima uchun desa, Allohga shirik keltirib, Allohning kitobini so'zlayotsa, payg'ambar anda degan, olimlar manda degan deb Allohning oyatiga qarshi chiqayotgan mushu munofiq sifat insonlar, mushu mushrik insonlar asosiyatdan qiyomat kuni Karl Marksning ostiga tushib ketishi mumkin. Unda deganim, navzubillah Karl Marks musulmon deganim emas.
Allah'ın dinini özgertip, Allah'ı şerik keltirip, Allah namıdan yalganını sözleyatkan adamlar dinge Karl Marx'timi bek çoğun ziyan saladı. Şunun için Allah olanı tekim astığı çürütüşü mümkün. Allah özü biludi. Allah özü biludi. Abayqı gepimge qo'shimcha qilaman deb qo'ygan yerim nima desa, endi shu yerga kelay. Kommunist her doim o'ziga o'xshash bo'lmagan odamni o'ltirdi. O'ltirman deydi. Menga o'xshash bo'lasan deydi. Hozirgi ahli sunniy vel jamoa, ya'ni payg'ambar Allah manda dedi, biz payg'ambar manda deb ekan go, olimlar maningda birlik keptikan go deb sherik gap qiladigan. Allah'ı şerik keltirdigan, dindan chiqadigan, mushrikdek gap qiladigan mushu insonlarning ketib olgan dinida o'ziga o'xshash bo'lmagan odamni o'ltirdi. O'ziga o'xshash bo'lmagan odamni o'ltirdi. Xitoy dunyodan qo'rqmasa hozir, dunyodan qo'rqmasa bizni o'ltirib tugitib o'tadi. Dunyodan qo'rqadi. Hozirgi ahli sunniy vel jamoaning mushu olimlari, ulamoları, mushu e'tiqod qilayotganlar, onu o'ltirma, mani o'ltirma, oning jini halol, oning qini halol deb so'zlayotganlar, mushu o'zi turayotgan davlatlarning qonunidan qo'rqmasa, nurg'un odamni o'ltirib o'tadi. Nurg'un odamni o'ltirib o'tadi. Dunyoni butunlay buzib tashlaydi. Dunyoni butunlay pasachilik tiqib o'tadi. Pasachilik tiqib o'tadi. Aşı özü turayotgan davlatlar öz aldığı bir qonunni chiqarib, hamma millatlar, hamma dindikilar yashay oladigan bir qonunni chiqarib, hamma odamni shu qonun oldida barobar qilib, ashda tinch bir jamiyatlarni qurib qo'ymagan bo'lsa, bularchi desa, ash Xitoy dunyodan qo'rqmasa bizni o'ltirib tugitib o'taman degan yomon niyati bor Xitoyning. Elbette bu öldürüp tüketmen deydi. Hazır çoğu çandımay tüketmen deydi. Moşa ehli sunniy vel cemaanın keskenmez adam öldürmen deyip, keskenmez adamlarının kıynını özüge halal kılıp ağalla. Dünyanın moşu hazırki sistemlerden korkmasa, özü turvatkan devletlerinin kanunundan korkmasa, bu bizgi bizni yaşını koymaydı. Onun tehdididen korkap gidiği iş yok. Onun tehdidinden korkap gidiği iş yok. Resmi bir tehdit salsa, o bizgi şu tehdit silip emelge aşırıp olgucu, bizmi emelge aşırıp olalım şahsen Hamid Nazar'dan. Korkap kaldığı iş yok. Bir yerde birbirimizge tehdit siliş bilen, birbirimizin korkutuş bilen emez. Allah'ın dinini, hakiki Kur'an bilen oturup koyuş bilen milletin sapasını tüzep çıkışımız, milletin hakiki dinini onşap çıkışımız gerek. Bu dinden çıkıp gittiğilik millet. İslam dinden çıkıp gittiğilik. Hazırki ideologiyası, hazırki dünya tutuvatkan pozisiyası. Aş Xitay Komünistik Partiyası bilen okşaş. Zalimlikini oturup koydu, zulümlüğünü oturup koydu. Sen bana okşaş bulmasan öttürmendin başkanı bilmeydi. Allah insaniyet dünyasına oturup koyavatkan tinçlik, beraberlik, hatırcemlik. Hem adam özünün dini itikadı öyle yaşasın. Seni biz onunla Muhammed Aleyhisselam insaniyet dünyasını Müslüman kıperdimidik. Sen ahni yetkizip koysan boldu. Biz onda hem adamını Müslüman kılıdığan bir irade kılmadık. Onda irade kılmasak özümüz Müslüman kılıp ettik diye ayetler var. Yetkizip koysa boldu asli. Yani şu Kur'an'dan ve dinden sözlemekçi olsa özünün karşın çıraylık oturup koysa boldu. Lekin Kur'an'dan hech qanday dalili bo'lmag'achqa, Kur'ansız bir dinni shakllantirib chiqib, men Kur'an'a iymon keltirdim deb turib, Kur'an'a qarshi gap qiladigan bir ideologiyada, qarshi fikr qiladigan bir dinga e'tiqod qilib turib, Kur'an bilan hech qanday aloqasi yo'q bir dinga e'tiqod qilib turib. Shuning bilan nima deydi o desa, mendek bo'lishing kerak deydi. Kur'an mendek bo'lishing kerak demaydi. Kur'an nemi bolsan bol, insandek bol deydi. İnsanlarına dini itikadıga arlaşma, milli örf-adetige arlaşma, qanda kiydi, qanda yürüdü, onunla arlaşma. Tinch bir jamiyatni barpo qil, shu jamiyatda o'rtaq yasha deydi. Kur'ansız musulmonlikchi desa, bularni dindan chiqarib, kommunist bilan hech qanday farqi yo'q bir narsaga aylantirib qo'yaylik hozir.